900 koyluq pərdini 399 koyğulam, bir öyünün pərdisini 399 koyğul kesivatdı. Mağa vakal. Salam möhtərəm əzizlər, dostlar, qarindaşlar, həmmanlarning muş vaqt xeyirlik olsun. Aşıqım pərdisi Soğut şəhərçisindəki utuq qalata ticaret başlanğanlığını qızğın təbriklayman. Məşu pərdə, məşu uyumuzdaki ən gözəllik namayan bolduğan zinnətning birisi deb o'ylayman. Hamda pərdə olmasa uyumuzdaki qancha cho'ng-jo'ng sho'qvatsaqma, hamda pərdə olmasa ichilmaydi. Yangidan uy ko'chmoqchi bo'lgan, shunaqla yangidan to'y qilmoqchi bo'lgan do'stlarimizga alayid faoliyat qilib berman. Faoliyat qilsak qo'shilamsiz, ya? Qo'shilamsiz. Undan bo'lsa, mana shu filmni seyretmanglar, eng tuvan holatda faoliyat qilib berman. Mushu yerda qolsanglar, mening izimga, menga vakolatdan faoliyat qilib baqsizlar. Oldimizdagi eshikka siqliq majuzrang parni necha pul qilsak bo'lar? 200 koy qilsak bo'lar. 200 koy qilsak bo'larmi do'stlarcha? Amaliyot necha pullik parda? 900 koyluq pərdini 200 koyğulam, mən xanım 200 koyğulam, 399 koyğulam, bir öyünün pərdisini 399 koyğul kesivatdı, mağa vakaltan. Ondan olsa, bir öylük pərdə 399 koyup getdi həmdə. Çaşqın Ravurs çəçimiz. Əndə onun başqa, tur tipdiki pərdilər barmı degan dostlarımızға Əlfər Zərnaz pərdilərdən faoliyat qilib bermə, taqtanlar məndə bolsun. Ondan başqa məşə yaşlarımızğa intayın mas keldigan, yangidan öy tutqan dostlarımız mas keldigan, ipək pərdilər, qoşqata dostlarımız bir öyünün pərdisi 299 qoyub getdi, ya. Ondan başqa mama şundaq yataq yo'lamdı, mehmonxona yo'lamdı, yangicha fashionga yo'lamdı, har qanday uslubga intayın mas keldigan oq-qora hammamiz yaxshi ko'radigan mashrang mujassamlangan 599 qo'yilib faoliyat qilayotgan bo'ldik. Bo'lgan bo'ldi ha? Atrofdagi pərdələrinizin ismi nima? Qaysi marketga? Əlfər. Əlfər ana bo'lsa, Mashlasxonning filmni ko'rgan degan do'stlarimizga eng tuvan holat faoliyat qilib bergan bo'lsangiz. Bo'lamdi? Bo'ldi. Undan boshqa atrofda qanday pərdalar bor? Əlfər bilan Zərnazning pərdalari bor. Boshqa atrofdagi pərdalar bor bilan Zərnaz. Bilirkan asosan bu do'konda asosan hammasi yangilik, hammasi import degidek pərdalarga o'zinglarning ehtiyojiga asosan, o'zinglarniki öyniki juanshu fingasiga asosan tanlasanglar bo'ldi-kan. Hamda yosh fasonlaymiz, eng esil fasonlaymiz, har xil tipdagi uyga intay mas kelgan. Mening filmimni ko'rgan yana shundaqla do'stlarimizga eng tuvan holat faoliyat qilib bergan bo'ldi. Başqa mana shu dastan pərdalaymiz, yotqanning har xil yurishlari hammasi bor bu do'konga kirsanglar, hammasi yangilik, mana shu yangilik uy tutgan do'stlarimizga intay mas kelgan. Basma hamda boshqa do'kondan alohida farqlangan bo'ldi. Do'stlarimiz undan boshqa bu do'konda hamda aytam bilan Siliniki markasidagi kiyim-kechaklar bor-ku, mana shu kiyim-kechakka, pərdalarga ehtiyoji bor do'stlarimiz mush do'konga kirsanglar bo'ldi-ku. Filmlarni ko'rgan do'stlarimiz undan boshqa mana shu o'zinglar yaxshi ko'rgan pərdalarni rasm tatib avatgan do'stlarimizga alohida faoliyat qilib bergan bo'ldik. Telefon nomeringizni bir deb bergan bo'lsangiz. 155 99 72 12 46. Telefon nomeri bo'lsa 137 79 42 54 57. Faoliyat vaqti mush filmni qo'ygan vaqtdan boshlab 11-oyning 12-sigacha mana shu qo'sh 11lik alohida faoliyatlarni olib borgan bo'ldik. Do'stlar, yana adres bo'lsa Shaharnaya Chaoyang Sheychi uy setish bo'limining so'l tarafiga joylashgan, ya'ni 2-qavatdagi Aşıqım Pərdi Soğut şəhərçisi degan do'kon shu mush film yurak berib atrofingizga mana shu yangidan uy ko'chmoqchi bo'lgan shundaqla yangidan to'y qilmoqchi bo'lgan do'stlarimizga ko'plab taqdim qilinglar. Rahmat sizlarga.